Yakshanba kuni 03.05.2026-yil men Varshava vaqti bilan jonli video efir o'tkazaman soat 14:00 da. Toshkent vaqti bilan esa u soat 17:00 da bo'ladi. Barcha farishtalarni, shaytonlarni, jinlarni va yalmog'iz kampirlarni to'plang. Tanishdi xotin kishi yig'layapti. Abror Muxtor Ali meni qizimni urgan, meni qizim uni xotini bo'ladi. To'y qilishga so'z bergan, to'y qilmadi, cho'tta bir baloni o'rgatishga, nimani o'rgatishga men tushunmadim. So'z berdi, qilmadi. Qizim tug'di, 6 kundan keyin qizimni uryapti, tishlayapti dedi, uryapti dedi. Lekin videosini ko'rsatmabdi, basharasini ko'rsatmabdi, xuy o'zini. Shavkat Miromonovich yordam bering, Said Mirzayev yordam bering deb pizdez, любой narsaga o'sha pizdez. Xolodilnikda kolbasa buzildimi, Shavkat Miromonovich yordam bering. Tuxum buzildimi, Shavkat Miromonovich yordam bering, tushunasizmi? Bolasi yiqilib tushib oyog'ini sindirdimi, Shavkat Miromonovich yordam bering. Pizdez, любой narsaga hozir Shavkat Miromonovich yordam bering, любой narsa, tushunasizmi? Bu pizdez qanaqa jinnilik biladi. Bor, anaqa MVDga bor, zaявление yoz birinchidan. Tushunasizmi? Ana zaявлениeni olmasa, kamerani qo'yasan, mana kamerani qo'yib, masalan, aytasan, mana shu men, qani otingizni gapiring, Shavkat Miromonovichga bu videoni ko'rsatamiz. Meni xotinim kalta yegan, sen gandoman zaявление olmabsan deb. Tushunasizmi? O'zi men allaqachon aytganman, o'zbekchilik chirib ketgan narsa. O'zbekchilik bu ikkinchi Afg'oniston bo'ladi-da, короче. O'zi chirib ketgan urf-odatlar, buni o'zi allaqachon yo'q qilish kerak, yo'q qilishyapti ham. Ana men sizlarga nima demoqchiman? Shu vaqtda keldiki, o'sha san erkaklarni, mana shu o'zbek erkaklarini haq huquqi qolmaydi. Faqat xotinlarning haq huquqi bo'ladi. Mana qarang, parlament tomonidan borgan sari xotinlarga haq huquqni ko'proq beryapti, san haq huquqing qolmaydi, bo'ldi. Sen lo'q bo'lib qolasan. O'zing aybdorsan. Men o'zing deyotganim shu o'zbek erkaklarga aytaman. Mana shu xotinlarni qisvirib, voy nima kiyding, shortikda yuribsan, meni yubkada yuribsan, xotinlarni qisvirib, haq huquqini qisvirib, bular adin o'zinikini oladi xotinlar, tushunasizmi? Mana keyin bo'lsa Turkiyada qizni o'ldirishdi-ku, parchalab. O'shandan keyin boshlandi nima deydi? Qattumlash qonunmi? Qattumlash. Xotinlarga ko'proq haq huquqini berish, tushunasizmi? San yibanashklar, o'zbek yigitlar haq huquqsiz qolasizlar. Xotin kishilarda hamma haq huquqli bo'ladi. Itak o'sha bolalaringlarni qanaqa qilib o'ylantirishni bilmayapsizlar, chunki o'zbek qizlar o'zi erga chiqis kelmayapti o'zbek bolalarga. Hammasini Yujniy Koreyaga borib berishibdi, Rossiyaga borib berishibdi. Sani bolalaringlar qo'yapti, faqat eshakga o'ylansa kerak, eshaklar ham qolmasa kerak yaqinda O'zbekistonda. Shu videoning oxirida bitta anekdot aytib bermoqchiman. Mana masalan, Nilufar Hamidova bor-ku, u xotin ko'rinib o'zbekchilikni yomon ko'radi, u konkretno sizlarga, как бы ruslarda-ku, делает назло, tushunasizmi? Sizlarga nazlo qilyapti u. Butun chiqib ozgina ko'tini ko'rsatadi, ozgina buyog'ini ko'rsatadi, bir g'alati ashulalarni aytadi. U jin, u qiz jin emas. Bo'lsa sizlarga nazlo qilyapti, tushunasizmi? Sen erkaklarga, sen o'zbekchiligingga qo'yib qo'yganman deb ko'rsatyapti. O'sha feminizatsiya deyiladi, endi tushundinglarmi? O'sha polniy feminizatsiya. Mana YouTube'da to'lib ketgan hozir o'zbeklar chiqyapti, mini yubkani kiyib chiqyapti, bilet kotlarini ko'rsatib chiqyapti. O'shanga sen, o'sha o'zbek jamiyat aybdorsan. Chunki qisib keldinglar, qizlarni, xotinlarni qisib keldinglar. Mana endi ular portladi. O'sha feminizatsiya deyapti. Feminizatsiya. Tushunasizmi? Ikkinchi tomondan borgan sari xotinlarga ko'proq haq huquqlar berilyapti. Xotinni va umuman qiz bolaga, xotinga qo'l ko'targan, yosh bolaga qo'l ko'targan, umuman kichkina bolaga qo'l ko'targan o'sha jazolar qattiqlashyapti borgansan. Sen dalbayoblar olasan o'zingnikini, tushunasizmi? Sen dalbayoblar. Dozoqqa ekskursiya borishdi odamlar. Endi shaytonlar ko'rsatadi dozoqni. Mana masalan bu qozonning ichida o'zbeklar pishiriladi deyapti. Qovuriladi, suv qovuriladi, pishiriladi shu qozonning ichida o'zbeklar. Bu ikkinchi qozonda yevreylar qovuriladi deyapti. Bunda qarasa o'zbeklarning qozoni polniy. Boshqa joyga qarasa anaqa yevreylarning qozoni bo'sh. Voy nimaga yevreylarning qozoni bo'sh desa, tushunasizmi taqsir? Endi shayton tushuntiryapti odamlar. Bilasizlarmi? Hurmatli odamlar. Короче, biz shunaqa eksperiment qildi, ruxsat berdi. Mana bitta yevrey tepaga chiqdimi, qolganlar uni itorib yubordi tepaga. U tepaga chiqib, yana bittasini tepaga chiqardi. Ikkilov bo'ldimi? Ikkilov bo'lib qolganini hammasini bittalab tepaga tortib oldi. O'shaning uchun ushbu dozoqni qozonida, yevreylarni qozonida, shu dozoqda yevreylar qolmadi. Hammasini olib chiqib ketdi deyapti dozoqda. Nimaga o'zbeklarni qozoni to'la desa, endi tushunasizlar, bularga ham shunaqa ruxsat berdi. Bitta o'zbek
tepaga chiqaman deydimi, qolganini qo'lidan, oyog'idan ushlab orqaga tortib oladi. Men qo'yasizmi? Chiqmaysan deb o'tdan. Tushundinglarmi? Mana o'zbeklarning xarakteri sizlarga. Mana shu o'zbekchilik, mana shu dozoqni o'zbek qozoni desa, o'zbekskiy qozoni desa bo'ladi. Mana shu o'zbekchilik. Mana shu o'zbekchilikdan masalan qizlar chiqmoqchi, Nilufar Hamidova chiqmoqchi mana shu o'zbekchilikdan, tushunasizlarmi? Ko'p qizlar chiqmoqchi, tushunasizlarmi? Senlar bo'lsa orqaga tortasizlar. Yo'q, chiqmaysan deb o'zbekchilikdan mana shu yerda chirvurasan, amin chiqsa mana shu o'zbekchilikdan deb, tushunasizlarmi? Shunaqa millatsan afsuski. O'shaning uchun men senlarni so'kib yuborganman. Yoqadimi, yoqmaymi, so'kib yuborganman.